Jon Jons chempionlikdan mahrum bo'ladimi? Aljamain Sterling nima uchun Moussar Evloyev hali ham chempionlik jangi olmaganini tushuntirdi. Dana White Cain Velasquez uchun $1 million garov to'lagan. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. UFC olamida shov-shuvli voqea. Mashhur jangchi Jon Jonsni og'ir vazn toifasidagi mutlaq chempionlik unvonidan mahrum qilishni talab qilayotgan petitsiya allaqachon 50 mingdan ortiq imzo to'pladi. Petitsiyada uning uzoq vaqt jang qilmayotgani va boshqa jangchilarga imkon bermayotgani asosiy sabab sifatida ko'rsatilgan. Bu holat jamoatchilik orasida katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Kimdir bu fikrni qo'llab-quvvatlayapti, boshqalari esa buni adolatsizlik deb hisoblamoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Jon Jons chempionlikdan mahrum qilinishi kerakmi? Aljamain Sterling nima uchun Moussar Evloyev hali ham chempionlik jangi olmaganini tushuntirdi. Shaxsiy fikrimcha, Moussar chempionlik jangiga allaqachon bir yoki ikkita jang oldinroq chiqishi kerak edi. Lekin hozirgi paytda sportdagi yutuqlardan ko'ra biznes va marketing muhimroq bo'lib qolgan. Hamma jangchilar biladi, UFCda yangi davr boshlandi. Bu yerda kim o'zini yaxshi reklama qilsa, o'sha oldinga chiqadi. Shuning uchun biz jang qilishni ham, o'zimizni qanday ko'rsatishni ham ongli ravishda o'ylab qaror qilishimiz kerak, deb yozdi Aljamain Sterling o'z ijtimoiy tarmoqlarida. Dana White Cain Velasquez uchun $1 million garov to'lagan. Cain Velasquezning aytishicha, 2022-yilda UFC prezidenti Dana White uni qamoqdan chiqarish uchun $1 million garov bergan. Bilmayman, Dana bu haqida intervyuda gapirganmi yo'qmi? Lekin meni hibsga olishganida u mening garovimni $1 million to'lagan. Ha, ular menga yordam berishgandi.